Bugun bizlarning Cherry Limonadni avtosalonidan 5 kishi avtomobil xarid qilishdi. Akam birinchilari. Aka qanday hammasi o'tdi? Rostmi, yolg'onmi, propanlarni o'rnatib berdilarmi? Bir o'zingizni fikringizni bildirsangiz. Assalomu alaykum. Hammasi zo'r bo'ldi. Bir kunda hammasini tayyorlab berishdi, taxlab berishdi. Cherry Limonadning avtosaloniga katta rahmat. Zo'r bo'ldi hammasi. Mana mashinani olib chiqib ketyapmiz. Rahmat sizlarga. Gaz balon, bonuslarga gaz balon, yana chexol, polik, tonirovkalargacha qilib berishdi. Rahmat. Aka, tabriklayman. Yaxshi kuningizga meni kutib qolamiz yana. Bu akamiz ham bugun avtomobil bizdan xarid qilishdi. Aka, hammasi rostmi, yolg'onmi, propanlarni o'rnatib berdilarmi? Bir og'iz fikringizni bildirsangiz. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bizlar bugun Cherry Limonadniga keldik. Hammasi rost ekan. Mana bir kun ichida mashinani qo'limizga olib chiqib ketyapmiz. Hammaga rahmat. Aka, rahmat. Yaxshi kuningizga meni kutib qolamiz. Mana yana bir mijozimiz avtomobil xarid qildi. Aka, ishingiz tez bitqazdikmi, kamchilik yo'qmi, shu haqida bir o'zingizni fikringizni bildira olasizmi? Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Katta rahmat Cherry Limonadga. Mana chiqqan aytgan va'dalarimning ustidan chiqib, mana 1 soat ichiga mashinani olib ketyapmiz nasib bo'lsa Qashqadaryoga. Hammadan shu avtosalonga kelib mashina olishlarini so'rayman. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Rahmat aka, yaxshi kuningizga.